xuddi arsini o'zidan. Sochingni aytmaysanmi? Amerikan to'fli, olib tashim kiyginda, o'zingni to'ppa-to'g'ri konkursga ur. Marra saniki bu. Nahotki biz otalar, aqlsiz otalar. Oy tutilgan tunda sevgilisi bo'lib o'ynardik. Parvonada, keyin g'ariblarda, Aburayxon Beruniyda. Sen o'z ering bilan uylanib olib ketishlaring kerak. Sizlarning turmush sharoitlaring biznikiga qaragan. Gang daryosini qizida Ochiqo'y rolini o'ynadi. Kimsan? Qo'limni qo'yib, o'zing kimsan? Sendan so'rayman. Bu dunyo mansab orttirmoq niyatida bo'lgan bu razil niyatli kishilar Meni iymonim komil. Har bir aktyor dublyajda qatnashishi kerak. kimga cho'q etmayman. Rahmat. Nahotki O'zbekiston xalq artisti, davlat mukofotlarining sovrindori, O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi Yoqub Ahmedov